Obunachilar. Bu qaranglar. Turuvini qaranglar. Voy, mashalloh, sifatlarni qaranglar. Shvedmisan, shved. Shvedlar makonidan. Xudo xolasa sizlar uchun mana zo'rlarni bu qaranglar. Kimga nechta, kimga 5 ta deydi. Xudo xolasa bugun videoni ham bombasi bo'ladi, mollarda ham udarlari xudo xolasa. Turuvlarni qaranglar. Mana. Voy, mashalloh, sifatlarni qaranglar. Bu qaranglar mana o'sin. Kuyik turgani, yosh ko'rsatib turganiga yoshdan xudo xolasa sifatlari a'lo darajalarida. Voy, mashalloh. Videoni mana shunday ko'rib ko'rishni oldindan like bosinglar, xudo xolasa sizlar uchun zo'rlarni olib kelibdi, zo'rlarni chiqarishga harakat qilamiz. Obunachilar ham qaranglar, sifatlarni mana. Endi mana shu joydan xudo xolasa sizlarga bitta-bitta ko'rsatishga harakat qilaman. Turuvini qaranglar. Bunisini qaranglar do'stlar. Fozasini so'ragan ishqibozga, yosh ko'chatlaridan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari hamda YouTube foydalanuvchilari. Mana shunday naslli shved ishqibozlari. Do'stlar, bugun haftaning 5-kuni, juma. Saidul ayyom, barchaga juma ayyomi muborak bo'lsin. Xo'p. 31-iyul 2026 Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Qo'rg'ontepa Savayda. Xudo xolasa shvedlar makonidan sizlarga mana shunday shvedlardan topib qo'ydik. Xudo xolasa yosh bo'lsin, o'zim sigirib olaman, naslligidan xudo xolasa boqib tarbiyalab olaman degan ishqibozlarimiz uchun shunaqa joyga yetganmiz. Bog' desa ham bo'laveradi. Mo'lla yurishni qaranglar do'stlar. Kattasini so'raganiga kattasidan, yoshini so'raganiga yoshidan. Ular to'liq ma'lumotlarini Muslimbek ukamizdan olamiz. Xudo xolasa kuzatib boringlar, bittadan like bo'lsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bo'lyapti ishlar. Qanday topdingiz bular zo'rlarini? Xudo xolasa aka chorvalardan olib chiqqanmiz, yangiliklar. Aka bu yerda hozir aka 12 bosh. Ikkita kattasi, 10 ta maydasi. Bir xilda kuchli narsalar, xudo xolasa aka. Sifatlarni qaranglar, turlarni qaranglar bo'ladi, obunachilar. Buni qaranglar. Hop, ikkita katta bor, ha? 2 oylikdan boshlab aka 3,5 oyligigacha bor. Narigilari 6 oylik bo'ldi kattalari aka. Kattalari 6 oylik, ha? Liniyasiga tagiga xudo xolasa javob, sigir qiladigan narsalar aka. Kattalarni bo'yini qanchaga beramiz? Ikkita katta bor ekan-a? Ikkita kattasi bor. Aha. Qancha beramiz bo'ylarini? Bo'ylarni bittasiniki aka 1.25, atrofi bittasiniki 1.20. Aha. O'chib Aha. Xo'p, obunachilar mana zagonda yuribdi. Zagonda yurgan-a? Zagonda yurgan hammasi aka. Hali bo'yniga arg'am tushmagan variantlaridan xudo xolasa mana o'zlari ko'rib baho berib ko'rasizlar. Bo'liqligini qaranglar, obunachilar, mana shvedni qaranglar mana. Bu qaranglar mana. Xudo xolasa yaqin-yaqindan ko'rsatishga harakat qilamiz. O'naqa ham ketdi ikkitasi yugurib. Mana. Yeb-ichish savollari bular endi sutdan chiqqanmi? Sutdan chiqqan aka. Sutdan chiqib o'tga kirgan xudo xolasa hammasini yeb ichishiga javob aka. Aha. Mana yeb-ichish savollariga bir hafta? Bir hafta garantiyasi beriladi. Sinov beriladi obunachilar mana. Molni endi bo'yini, enini, harakatlarini, balandliklarini, xudo xolasa liniyalariga bir qator ahamiyat berib ketaverasizlar. Soni necha bosh bo'lyapti shu bilan? 12 bosh aka, 10 ta bir xilda 1.5liklari bor bo'zaydi. Ikkita kattasi bor, 12 ta o'pshi. Xolasa hammasiga bitta narx aytilaveradi. 10 ta maydani bir xilda qilib olaman deganlariga 10 tasini bitta berilaveradi. Hop, bo'ylarini 1.5 plyusga beramiz, 1.5 aytamizmi? Aka, men qarab turing, ichida 1.2ligi ham bor. Ashi 1.5 dan tikrog'i ham bor. 1.5 ga beraveramiz hammasini, maydalarini. 1.5 ga berilaveradi. Bo'ylari katta, kichik 1.5 ga. Hop, berilaverar ekan mana do'stlar, sifatlarini o'zlarini yurgizib olyapmiz, ko'rib baho berib borasizlar. Hop. Mana obunachilar. Oldi ko'rinishlarda hammasini yaqin-yaqindan ko'rsatib beraman, xudo xolasa bog'dasizlar. Hop, Muslimbek, narxini nima deymiz uka bularni? Narxini aka katta, kichik hammasini bitta joyga bo'lsa aka 27 million so'mdan. 27 million so'mdan ikkala kattasi ham ketdimi ichida? Ichida ketdi. Ikkita 1.20lik, ha? Ikkita 1.20lik. Bu qaranglar, turuvini qaranglar, voy mashalloh, shved qaranglar do'stlar. Bu qaranglar, mo'sin qaranglar. Arqagetlar haqiqiy pachka holatda, hammasi bir-biridan qolishmaydigan shvedlar. Yelinlari ham joyida aka, hammasini. Turishini qaranglar. Sigir qiladigan. Mo'sin qaranglar mana. Kindilar hammasini tushgan, xudo xolasa yelinlari boridan, xudo xolasa bu qaranglar. Tutamni qaranglar. Hozirdan mana shuncha obunachilar, mana bular ham. Hop. Kuzatib boringlar, xudo xolasa 27 desiz, nima deymiz endi? Baland emasmi 27? So'ravering aka, siz obunachilaringizga yo'lida qilib beramiz. Men 23 dan deyman aka. Yo, 23 dan aka oz bo'lib qoladi. Oz bo'lmasin aka. Bo'zaylar xudo xolasa aka oliftasi, delavoylari bo'zaylarida kelib ko'raveradi, badani qizigani, qiziqqaniga sotaman mashlarni. Muslimbek,
chiroyli qilib, yo'lida qilib bitta ayting ya so'rang. Ya men so'rayman, so'rasam pastdan chiqaman. 23 dan xursandmisiz? Yo'q, 23 dan oz bo'lib qoladi. Bitta boshqatdan aytingchi emasam uka? Aka 26 dan bersin, siz obunachilaringizga 1 milliondan tushib berdim. Bir joyga 300 dan emas, 23 million 300 dan. Yo'q aka, unaqadan oz bo'lib qoladi, to'g'ri. Oz bo'lmas. Bu narsalarni o'zi topish qiyin-da aka. Topish ham oson emas lekin. To'g'ri. 24 dan 23.5 dan xursandmisiz? Yo'q aka, qo'shib Tushasizmi siz? Tushasiz. Tushaman aka. Shuncha bo'pti. Obunachilaringizga tushib beraman. Qo'shib so'ravering aka. Qancha? Bozor holatida qilib so'raverasiz aka, xudo xolasa qimmatraganiga. 23.5 dan ketdimi bir joyga? Yo'q, 24 dan ketdimi? Yo'q aka, 24 dan ham bo'lmaydi. Bo'p, siz ham pastga qarab yurasiz. 25.5 dan bersin aka, obunachilaringizga. Acha, u 25.5 devorsiz. Ichida ikkita kattalari ham bor, ularni ham qo'shib aytyapman aka. Ikkala kattani ham. Ha, ikkala kattani ham. O'zi aka bu narsalarni topish qiyin, to'g'risi gapda. Fermaga kirib turib, yangi tug'ilgani ham o'zi 30 milliondan. Aka xudo xolasa mendan oladi, orinmaydi. Foydasini o'zi bilib oladi. Bitta qarashdinglar. Mollar xudo xolasa. Shunda 24.5 deyapsizmi siz? Yo'q aka. 25.5 deyapsizmi? Uka, 24.5 dan xursamiz, bitta joyga ketdi. Yo'q aka, 24.5 dan kesin chiqsin hisob chiqmay qoladi aka. Xudo xolasa bir-biridan go'zal aka, o'qi guli xunajillarda. Sal tushib aytingchi. Aka, bitta gapiraman. 25.5 demang, to'xta, men aytay, bitta gapir. Men siz ayting. Siz yana 200 ming 100 ming deb olasiz-da. 25 dan ketdi, xursand bo'l bir joyga, ketdimi? Nima dedingiz? Baraka, yo'q. Bo'ldi aka, baraka. Yana tushib berasiz. Yo'q. Kelishiladigan joyi bu. Dastavkasini ichida qilib beramiz aka, 25 millionga. Martga martman, to'g'risiga. Barakasiga sunnatiga o'tib berasiz, hajinda savdosiga. Ozmasiga bo'laveradi aka. Ketdi, mana obunalashlar hisoblayini olib beringlar. Mollar kichkina mol emas, xudo xolasa, kelishiladigan joylari bor, xudo xolasa o'ylanmaysizlar. Turuvini qaranglar do'stlar, buni. Sifatini qaranglar. Voy, mashalloh, mun qaranglar. Moling bormisa, bor deydigan variantlar. Xudo xolasa nima desa bo'ladi? 100 million, 150 million, 120 million, 55 million sigir aytayapti. Bitta narxi obunashlar buni osalayni to'rttasini endi hisoblayni o'zlaringiz chiqarib olasizlar. Mana shu narsalarni haydab yuborsizlar. Bir qator oldilarni ko'rsatib qo'yamiz Muslimbek. Bo'ldi. Mana. O'tga kirgan degan ish qilyapti, mana bedalarni yeyapti do'stlar mana. O'ylanmaysizlar, xudo xolasa. Sutdan chiqqan o'tga kirgan. Har baloni yeyveradi tashlaganingizda. Terit bo'ladimi, silos bo'ladimi, hammasini yeydi. Dastavkalarimiz nima deymiz Muslimbek? Dastavkalari aka ichida, xudo xolasa. Dastavkalari ichida. Vodiy bo'ylab chiqami? Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida aka, vohalarga xudo xolasa kelishamiz. Kelishilgan joyda zakalat tushiradi, ha? Onlayn savdolar ketaveradi. Mana do'stlar. Bu kindigini qaranglar do'stlar buni. Endi mana qilib ko'rsatdim, yelinni qaranglar-da, obunachlar tushgani hozirdan qanaqa tushyapti mana. Xudo xolasa hammasini liniyasiga javob aka. Birinchi tug'umda mana 15 tadan kam bermaydi, xudo xolasa. 20 tali variantlari ham bor ichida. O'zi libo tushungan odam bitada ko'rib turib aka molni tushadi. Mana limuzinlari ham bor, uzunroqlar aka. Mana obunachlar, turuvini qaranglar, sifat qaranglar, obunachlar turishini. Mana bularni osi, boshqa qilingani yo'q, xudo xolasa. Mana german so'raganiga to'qolib bitta germani ham bor ekan. Harakatlar pachka holatda. Endi bularni fermaga kirsalari ham obunachlar 30 million deyapti Muslimbek. Bu yog'ini ham to'g'ri aytayapti, lekin zakazga bo'lyapti, to'g'rimi? Hali tug'masidan zakaz berib qo'yishyapti. Ha aka. Hali tug'masidan zakaz olib qo'yapti, lekin bitta joyiga mana xudo xolasa olib chiqqan bitta joyiga sotiladi deyapti. Mana ko'rib o'zlaring baho berib sifatlariga nima desa bo'ladi. Ko'rib xudo xolasa telefon qilib, aloqada savdolarini qilaverasizlar. Onlayn savdo deganiga onlayn savdo bor. Kelib ko'rib ustida baho kira qilaman desalaring, obunachlar ustida kelib savdosini qilsalaring ham bo'ladi. Mana. Mana. Obunachlar ikkita katta deganimiz, mana shu kattalarini, aqagetlari baladini rasa olib sigir qiladigan, xudo xolasa hammasi sut yo'nalishiga, go'sht yo'nalishiga tushaveradigan variantlari. Mana. Zagonda yuribdi. Mana shunaqa zagonga olib borib qo'yib yuborsalaring, xudo xolasa sizlar uchun nima desa bo'ladi? O'suvi ham hamma joyi yaxshi ketadi. Bular yursa, o'sadigan holatda xudo xolasa mana. Turuni qaranglar buni. Voy, sifat qaranglar. Voy, mashalloh, mu qaranglar. Mana. Kimga qiziq bo'lsa, biz bergan ma'lumotlar yoqsa, ekranda raqamlarga chiqib bog'lanib, savdolarni qilaverasizlar. Ketkazgan, o'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yinglar, obunachlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat, omad do'stlar. Salomat bo'linglar. Pul yengilligani yana ikkita yengili ham bor ekan. Uni bor aka, yengilrog'i. Bulardan ko'ra kichikroq oylari aka, 2 oylik atroflarida. Ular nech puldan puli? Aka, xudo xolasa 3ovini 60 million kami bor. 3tasi 60 million kami bor, 20 milliondan chiqaveradi. Ha. Gap so'z yo'q mana.
Sog' bo'linglar, obunachlar, like bosmaganlar, like bosib, obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lish tugmasini ezib ketinglar. Hammaga rahmat, omad do'stlar. Salomat bo'lib, bittadan like bosib ketinglar.